avvalo bundan ancha vaqt burun kelganda bu masjid endi bino bo'layotgandi. O'shlari qo'yilib, Farruxjon olib kirib domla mana shu masjid Xudo xohlasa inshaalloh ochilishiga kelasiz deb taklif bo'lgandi. Ochilish marosimiga kelish niyatimiz, harakatimiz bo'lib turgan holatda bir sabablar bilan kela olmay qoldik. Keyin va'da qildik. Xudo xohlasa inshaalloh bu bizdan o'tgan nuqsonni yuvamiz. Alloh nasib qilsa bir masjidga boramiz, azizlarimizni burada osini olamiz deb Alloh taolo shu kunga munosib qilgan ekan. Bu joyni masjidi Abduqahhor Mahsum deb nomlangan ekan. Men o'zotning ta'riflarini bilmayman. Lekin bu joyni, bu masjid muborakni imom xatiblari muhtaram Abdulbosit birodarimiz, ukamiz, qadrdonimizni men yaxshi taniyman. Sababi shuki, biz har yili malaka oshirish degan bir kursimiz bo'ladi. Toshkentda tunda yonimda o'tirib ancha vaqt qadrdon bo'ldik, suhbatdosh bo'ldik, darsdosh bo'ldik va o'zlariga ham Xudo xolasa mana shu masjidga imom bo'lgan ekansiz, inshaalloh borib bir sizni duoyingizni olib kelamiz deb mana bugun duolarga musharraf bo'lib turibmiz. Domla ko'p yaxshi yigitlar. Payg'ambarimiz Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadislari bor. Man salla xalfa imamin faqihhin faqad salla xalfa nabiyyin degan. Kimiki taqvolik, parhezkor, qiroati go'zal, Xudodan qo'rqadigan, Alloh taoloning dinini yaxshi biladigan imomning orqasida namoz o'qisa, faqat salla xalfa nabiy. Men tirilib borib, mana orqamda namoz o'qigan deydigan. Payg'ambar orqasida namoz o'qiganday bo'ladi. Alloh taolo sizlarga bu jamoat azizga shundoq ahli ilmni Alloh nasib qildi. Alloh taolo odamlarni bu joyda istiqomatlarini bardavom qilsin. Sizlarga xizmat qilishlarida xizmatlari xolis, Allohning roziligi uchun bo'lsin. Amin. Alloh taolo istiqomatlarni o'zining rizoligida bardavom bo'lib, sizlarni duoilarga, sizlarni xizmatinglarni qoim qilgandagi sizlardan bo'ladigan rozilikka Alloh taolo sabab qilib shu maqomlarga yetkazsin. Amin. Va domlamiz qiladigan va'z, irshod, nasihatlar, Allohning kalomi, Rasulullohning sunnati, dini, diyonat, iymon, islomdan bo'ladigan suhbatlarni jon quloq bilan eshitib, foyda topib, ham domlaga savobi, ham sizlarga ajrini ham Alloh nasib etsin. Masjidni Alloh muborak qilsin. Juda go'zal bo'libdi. Ajoyib bo'libdi. Juda go'zal bo'libdi. Gumbazlari ham juda ajoyib. Keyin bitta ajoyibligi hamma doim oyna ekan. Kechqurun ham yorug' turar ekan, chiroq bo'lmasa ham namoz o'qib yurar ekansiz. Yana bir bora Alloh muborak qilsin. Masjid Allohning uyi. Baytulloh deyiladi. Baytulloh, Baytulloh. Baytni uyi aytadi. Allohning uyi degan. Allohning uyiga kelganlar biz tasavvurimiz keltirish uchun uyimizga mehmon kelsa, mana men mehmon bo'lib masjidga keldim. Domlalar qancha qavm kutib olishdi. Izzat, hurmat. Allohning uyiga ibodatga, Allohning uyiga shu falon namozni o'qib boraman deydigan inson Allohning mehmoni bo'ladi. Inshaalloh. Bu joyning sohibi, egasi Alloh. Jami yer yuzidagi Allohning uyining egasi Xudoning o'zi. Bu masjidga kelguvchilar Allohning mehmoni bo'ladi. Zuyufur Rahmon deydi ular. Hozir o'tirganlar Xudoning uyida Xudoning mehmoni bo'lib turibdilar. Ulug'larimiz aytishadiki, mo'min odam masjidga kirsa xuddi suvdagi baliqqa o'xshaydi. Suvdagi baliq. Baliq suvdan chiqsa nima bo'ladi? Halok bo'ladi. Mo'minning muhabbati, mo'minning Robbisiga bandaligi masjidni sajda degan fe'ldan olingan. Allohga qullik qilishlik. Parvardigorga sajda qilishlik Xudo aytgan.
banda menga sajda qil va meni top degan. Banda sajda qilsa Xudoni topgan bo'ladi. Munofiq odam masjidga kelsa, xuddi qafasga qamab qo'ygan qushga o'xshar ekan. Shu sahrodan olib kelib, ushlab qafasga qamab qo'ysangiz nima qiladi? Faqat qafasga o'zi biladi. Nima qilib qilmoqchi bo'ladi? Qochmoqchi bo'ladi. U munofiq bo'ladi. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir suhbat turganlarda bitta odam eshigidan kirib kelgan. Suhbatga eshigidan kirib kelgan. Hamma joy to'la ekanda. Unda har bir suhbatga Alloh taoloning rizosiga, ilmga tashlab bo'lgan shu odamlarni yorib kirib, ichidan bir amallab Allohning rasuliga yaqinroq o'tiray deb yaqinroq o'tirgan ekan. Yana bitta odam kirib kelgan ekan. Kirib qarasa hamma yoq to'ladi. Uyalgan ekanda, shekkaroqqa o'tirgan ekan. Uchinchi bir odam kirib kelgan ekan. Kirib kelib qaragan ekanda, mashhur nimani eshitaman deb qaytib ketgan ekan. Payg'ambarimiz Janob Rasululloh aytdilar, shu odamdan xabar beraymi? Mana bu kelib tiqilib, shiqilib o'tirgan tashna bo'ldi. Allohning rizosini ishladi. Alloh bundan rozi bo'ldi. Alloh taolo bunga liqo qildi. Qiyomatda o'zini yaxshilardan qildi. Chunki yaxshilikka Allohning rizosi, Allohning ilmiga tashna bo'ldi. O hali o'tirgan hayo qildi. Alloh undan ham hayo qildi. Uyaldi. Alloh uni ham nima azoblashdan qiyomatda Alloh uyaladi. O ani kirib qaytib chiqib ketdi-ku, yuz urdi. Undan ham Xudo yuz urdi degan. Undan ham Xudo yuz urdi. Alloh taolo bizni avvalo inson qilib yaratgan. Robbi taolo inson Odam alayhisolatu vassalom bashariyatni avvalini o'zini qudrati, hikmati bilan, ijodi ilohiysi bilan Alloh taolo yaratgan. Robbi taolo o'zi yakka yagona, na yer, na osmon bor, na olam bor, na biror mavjud maxluq bor. Alloh taolo o'zini tanishlikni iroda qildida va olamlarni yaratdi. Eng avvalga yaratilgan olam maloikalar bo'lgan. Keyin jin olamini yaratgan Alloh taolo va keyin inson olamini yaratgan. İnson olamini avvalini bizi insonligimiz nima, odamiyligimiz, odamligimiz qanaqa maqom. Janobi Rasulullohning bir hadislari bor. Zavalud dunya ahvan ilalloh min qatli nafsi muslimin vahidin degan. Bu dunyo hammasi yer osmonlar kumpayib yo'q bo'lib ketsin. 7 qat osmon ham to'kilib ketsin. Bu sayyoralar yo'q bo'lib ketsin. Yer hammasi adat-o'rta bo'lib qumga o'xshab sochilib ketsin. Illa bitta musulmonni qoni nohaq to'kilsa, o'ldirilsa, o'lsa, Alloh taolaga undan og'ir bo'lmaydi. Demak, bizning qadrimiz Alloh taoloning oldida har birimizniki 7 qat osmon yerdan ham nima qadrlimiz. Shuning uchun Alloh bizni inson qilib yaratdi. Va Alloh taolo o'zini qudrat qo'li bilan yaratgan. Qo'li bilan emas, qudrati ilohiysi hikmati bilan, san'ati bilan, ilmi bilan Alloh taolo Odam alayhisolatu vassalomni yaratib, keyin odamga Alloh taolo o'z jonidan jon puflagan. Bu qanaqa uni Allohning o'zi bilan. Lekin jon puflagan amal. Xudo o'zi xabar bergan. Astagfirullah va nafaqtu fihi min ruhi va qa'ulahu sajidin degan Xudo. Men o'z jonimdan jon pufladim. Shu haykal bo'lib turganlarda Alloh taolo jon puflab, Odam alayhisolatu vassalom aksa urib, nima hayot bo'lgan. Demak, inson holatida hayot nash'asi vujudga kelgan. Odam alayhisolatu vassalom yaratishdan avval maloikalarga Alloh aytgan ekanda, shunaqa yer yuzini xalifasini yarataman degan. Odam demagan. Inni ja'alu fil ardi xalifa degan Xudo. Shunda maloikalar, demak, odamdan avval yaralgan ekanda, odamni yaratmasdan avval men bir xalifa yarataman deganda maloikalar aytgan ekanda, "Ey Parvardigor, kimni yaratasan? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha va yasfiku ad-dima" qon to'kadigan, bir-birini o'ldiradigan, shuncha osiy gunohkor yaratasanmi?
Alloh taolo Odam alayhisolatu vassalomni yaratib, hamma narsani ilmini Alloh o'zi o'rgatgan. Va allama Adamal asma kullaha. Odamga jami narsani ilmini va ismini o'rgatdi. Keyin maloikalarga aytdi Xudo, qani men yaratib qo'ydim. Buni oti nima, ismi nima? Maloikalar inni alam. Ey Parvardigor, sen bilasan, biz bilmaymiz. Bunda Alloh taolo Odam alayhisalom hamma narsani ismini, ilmini Alloh taolo o'rgatgandek aytganda Alloh taolo aytgan: "Faqaulahu sajidin." Bas endi Odamga sajda qiling. U Odamga odamiylik uchun sajdami? Yo'qsa, yo'q, unaqa emas. Odamga sajda qilishlik shu odamni yaratgan Allohga sajda qilishlik. Odamni o'ziga emas. Chunki uni yaratgan, unga ilm o'rgatgan, uni odam qilgan nima? Olamlarning ilohi, xoliqi Alloh taolo. Demak, Alloh taolo o'z qudrati bilan yaratgan. O'zim yer yuzini xalifasi qildim degan. Maloikalarga maloikalarim menga hamma narsani ilmini o'rgatdi, bunga sajda qiling degan kimmiz? Biz odammiz. Ana shu odamlar ichida Alloh taolo bizga iymon degan ne'mat ato qilgan. Iymon. Qiyomat bo'ldi. Misol. Yer yuzini hamma insoni yig'ildi. Mo'miniyu, kofiriyu, qarsosiyu, yahudiyu, murtadiyu, mushrikiyu hamma jam'ulja. Bir tarafda jinlar, bir tarafda insonlar, hamma payg'ambar ummati livoida turadi, bir tarafda hayvonlar yig'iladi. Alloh taolo qiyomatda hisob qilganda siz o'tirgan ichimizdan bittasini iymoni mana shuncha iymon bo'lsin. Mana shuncha iymon bo'lsin. Shu iymon bilan qiyomatda Xudoning huzurida tursa, iymonsizlarning hammasi va yer yuzidagi hamma boylikni, yer ostidagisini, yer ustidagisini, jami xazinalarning hammasini yig'ib bitta mo'minning iymoni zarrasiga taroziga qo'yilsa, illa o'sha iymon bosadi. Demak, iymon bo'lmasa, bu dunyoda butun dunyoni hammasini olib borsa ham naqmaydi, foyda qilmaydi. Demak, bizning qalbimizda yetti qat osmon, yerdan ham aziz bo'lgan Alloh taoloni durri javohiri nima? Bahosi yo'q. Puri qiymatbaho iymon turibdi. Mana shu bilan biz kimmiz? Mo'minmiz. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man qala xolisan muxlisan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh faqad dakhalal jannah degan. Qaysi bir odam iymon keltirib, chin xolis dil bilan tilida iqror, dilda tasdiq qilib, bir ilohdan o'zga iloh yo'q, ey Allohim sen yakka, yagona, yaktosan, barcha olamni xudosi, parvardigorisan desa va guvohlik beraman, albatta Muhammad alayhissalatu vassalam sening bandang, sening quling bizga yuborilgan haq payg'ambardir desa, albatta jannatga kiradi degan. Demak, bu yerda jannatida o'tiribdi. Dunyodagi eng saodat, eng buyuk marhamat siz bilan bizga Alloh taologa banda bo'lishlik. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sifatlari bor. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Guvohlik beraman, albatta Alloh taolo yakka, yagonadir. Yana guvohlik beraman, Muhammad alayhissalatu vassalam Allohning abduhu, qulidir va rasuli, keyin payg'ambar keladi. Uning quli va payg'ambari. Qullik payg'ambarlik maqomidan avval turadi. Qullik payg'ambarlik maqomidan avval turadi. Bizning maqomimiz Allohga qullik qilishlik. Alloh taolo siz bilan bizni o'ziga qullik, ya'ni bandalik qilishlik uchun yaratdi. Xudo Qur'onda Astagfirullah va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Yaratmadim insonni, jinlarni illo magar yaratdim liya'budun. Bas bandalik qilish uchun, qullik qilish uchun yaratdim. Bandalik nima, qullik nima desa ulamolarimiz aytishadi. Kullu amalin yutaqarrab bihi ila Alloh va yartaji min Alloh rahma va huwa al-ibad. Har bir narsa
har bir ish Alloh taologa yaqin qilsa, Alloh taolo undan rozi bo'lsa, mana shu ish bandaga qullik bo'ladi. Bu dunyo ishimi, oxirat ishimi farqi yo'q. Shu savoblik, shu shariat, shu iymondan, shu Xudo rozi bo'ladigan, shu sunnat Rasululloh deyilgan ish bo'lsa, shuni banda qilsa, mana shu qullik bo'ladi. Va ikkinchisi, va yartaji minallohi rahmat. Mana shu qilingan ishlar Xudodan bandasi savob va rahmat umid qiladi. Demak, dunyodagi bizning saodatimiz iymon bo'lsa, iymonning quvvati, nusrati asli bizning qulligimiz. Kimga qulmiz? Allohga. Bandalikda 3 shart bor dedi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisi quddusi: "Man lam yashkur ala nu'amai, man lam yashkur ala nu'amai, wa lam yasbir ala balai, wa lam yarda ala qadai, falyatlub robban siwai." Allah aytar ekan: "Ey bandam, bergan ne'matlarimga shukr qil." Bandalikning birinchi sharti bor. Bandalikda 3 ta shart bor. Birinchi shart ne'matlarga shukr qilish. Agar insonni bitta ko'zi yo til ne'matini tarozini bir tarafi qiyomat mezon ilohiga qo'yib, Alloh taolo 1000 yil umr bersa, 1000 yil shu 1000 yil umri boshini sajdadan ko'tarmasdan, mana shuncha gunoh qilmasdan, tili zikrda yu hayoti shukrda o'tsa, illo shu tilli ne'matini yo ko'zi ne'matini bandasi ado qilishligi iloji yo'q. Valam yasbir ala balai, va balolarimga sabr qilmasin. Bandalikning ikkinchi sharti balolarga sabr qilishlik. Alloh taolo bu dunyoda bizni liyabluwakum ayyukum ahsan amal. O bandalarim, o'lim va hayotni yaratdim, illo sizlarni yaratdim liyabluwakum, sinamoq uchun degan Xudo. Bizni sinash uchun Xudo yaratdi. Qanaqa sinov? Ayyukum ahsan amal. Sizlarni qaysi biringiz go'zal hayot kechirasiz? Go'zal hayot. Hozir yoshlardan so'rasang, go'zal hayotsa mashinam bo'lsa, eng qimmatbahosi, qasrim bo'lsa, million pulim bo'lsa, chiroyli kiyimlarim bo'lsa, yeganim oldinda, yemaganim ketimda bo'lsa, yoki yosh holatda birovga muhabbat qilgan bo'lsa, shu deydi uylansam, shu xotin ayolga yetishsam mana deydi baxtim deydi. Shumi baxt? Shumi baxt? Baxt nima? Baxt nima? Baxt shuki, ayyukum ahsan amal, sizlarni qaysi biringiz go'zal va baxtli hayot kechirasiz. Alloh taolo bizga nimani buyurgan bo'lsa, tamam, Xudo aytdimi, gap tugadi. Payg'ambarimiz janob Rasululloh ummatim senga shu yaxshi, shuni qil degan bo'lsalar, va sahobalaru yer yuzidan o'tgan yaxshilar, hayo ey birodar mu'minlar, Xudoyi Rasuli shuni yaxshi degan bo'lsa, mana shu narsa yaxshi bo'ladi. Mana shu baxt bo'ladi. Mana shu Alloh taoloning sinovidan bandasi o'tgan bo'ladi. Xudo nimani yomon degan bo'lsa, harom degan bo'lsa, bandam qilma, qiyomatda azoblayman, do'zaximga solaman, mezon tarozda, qiyomatda mahshargohda yuzing qaro bo'ladi, savol javob qilaman, qabrda azoblanasan, huzurimga kelganda itobim, g'azabim bor, abadiy do'zaxim bor degan bo'lsa, va shu ishni qilma degan bo'lsa, mana shu ishni qilmasa saodat topadi. Mana shu qilgan, Xudo qilmagin degan ish qilsa, inson baxtsiz bo'ladi. Dunyoda yaxshi yashashi mumkin. Million pulu, izzat, sharaf bo'lishi mumkin. Lekin oxiratda mana shuncha foydasi yo'q. Payg'ambarimiz janob Rasululloh domlalar har kun hamma masjidlarda O'zbekiston bo'yicha
falon kitob, 4 ta kitob dars bo'layaptimi sizlarda ham? Aqidadan, fiqhdan, ijtimoiy odoblardan, ana. Nimaga? Men 80-yil Samarqandga imom bo'lib bo'lganman. Demak, 43 yil bo'ldi. Avvallari sizlar bilmaysizlar. Ibrat bo'lish uchun sizlar bu kunlarni, bu soat, bu masjidlarni, bu domlalarni, dars va suhbatlarni qadriga yetish uchun bitta gap. Nima deysan? 80-yil men bir joyga janozaga borganman. Yosh bolaman, 21 yoshda imom bo'lgan ekanman. Bunda haligi odam vafot etgan kommunist ekan. Onalari o'zi ham namozxon odam, kolxoz raisi bo'lgan, menga muxlis odam edi. 2-3 kun avval chaqirib, vafotdan avval domla juda ahvolim chatoq. Men endi shunaqa kommunistman, O'zbekiston qahramoni edi u odam. Mabodo janoza o'qitmay meni ko'madi ular. Qanday shunday qilib? Qiyomatda yoqangizdan ushlayman. Meni kelib xonam bo'lardi, eshikni quplab qo'yib, ichida juma o'qirdi odam. Odamlar hukumat bilmasin deb. Men namozxon musulmon odamman, bilasiz, domla. Dedi-yu, odam keyin bir chilyosin qildik. Oradan 3 kundan keyin vafot qildilar. Men janozaga bordim. Minglab odam bor, Toshkentdan ham qancha odamlar borgan. Xullas Ra'no Abdullayeva degan bir ayol bo'lardi. Eshitgansizlar uni. Ideologiya bo'limining boshlig'i bo'lardi. U juda ham bir qahrlik, Xudo bexabar, shu darajada kofir, murtad ayol edi. Juda ham yomon edi. Keyin xullas o'shalar shu holatda demak, kanalga nog'oralarni chalib, bolalarni olib kelib, rasmlarni qo'yib, haykalni qilib, janoza o'qitmaymiz deb miting qilib ko'mmoqchi. Onalari bor, juda muxlis ayol. Shu bilan meni oldimga chiqib, domla bilan janoza o'qitmayman deyapti. Illo agar o'g'limga janoza o'qilmasa, bular o'qitmasa, siz o'qimasangiz, o'g'lim bilan meni qo'shib birga ko'mmaslar. Yo janoza o'qiysan, yo meni ham qo'shib ko'masan. Dedim, domlagini, osta domlagini oladi dedim. Qani jamoat saflanglar dedim. 10 ming odam bor. Jamoat saflandi. Baqir chaqirga ham qaramadi. Ular hay turibdi, o'qimaysan deb. Shart chiqdimda janozani o'qidim. Tamam. Kechqurun bo'ldi. Eshik taqilladi, soat 1 bor. Hayotimda bo'lgan gap. Soat 1 bor kechqurun. Uchta rangi sovuq odamda, juda rangi sovuq. Chiqsam turibdi eshikning oldida. Naryoqda bir qora mashina turibdi. Ha, desam, domla bir ishimiz bor. Zarur endi siz bormasangiz bo'lmaydi. Bu vaqtda bitta viloyatda bitta masjid bor. Bitta dona masjid bor. Bitta viloyatda bitta masjid bor. Ular ko'nglim shuv etdi. Men uyga kirib kiyinib chiqay, yo'q, domla kiyinmaydi. Zarur dedi. Meni o'tirasiz. Chopon bilan xullas mashinaga chiqdim. Yarim kecha kelyapmiz. Oxir Toshkentga keldi mashina. Hozir Toshkentda MVD degan tashkilot bor, bilasizlar. U 7 qavat tepasi. Pasti ham 7 qavat ekan. Shu 7-qavatga olib tushgan. Yerda eng xavfli jinoyatchilar saqlanar ekan. Shu yerda 29 kun yotganman. 29 kundan keyin xullas o'sha joyni odamlari kelib janjal to'polon qilib, nimaga janoza o'qisa, biz o'qitganmiz, onalari kelib, men o'qitganman janozani, domlar ayb yo'q deb xullas oqladi. Tasavvurga keltiryapsizmi? Hozirgi kun bilan u kunni bitta gap gapiradigan bo'lsak, yarim soatlik mavzuni Moskvadan keladi, keyin gapiradi. Hozir har kuni domlalarga men boshqa deyman. Har kuni kechqurun, domla bugun domlalar dars o'tdimi? Kelgan jamoatga nima foyda bo'ldi? Qaysi kitobdan nima dars o'tdinglar? Kitobni qarang. Aqida kitob. Uni hozir Toshkentda Islom akademiyasida, Islom institutida, Buxorodagi oliy madrasada, Misrdagi Al-Azharda o'qitadigan kitobni domlalar o'qiyapti. Tushunarlimi? Aqoid tahoviy o'qiyapsiz. Fiqh, hidoya o'qilyapti, kifoya o'qilyapti.
Buni avvalda Buxoroda 9 yil o'qitgan buni. Sizlarga o'qityapti. 9 yil, 7 yil Buxoroning turpog'ini yana o'qigan narsani sizlarga, "O, musulmonlar kelinglar." Biz 10-15 ta 20 ta odam ishlayapti. Hozirgi kundagi ne'matga shukr nima? Ayyukum ahsan amal. O bandalarim, sizlarni go'zal hayot kechiring deb yaratdim deydi Xudo. Go'zal hayot bizga nima bilan bo'ladi, bilasizmi? Iymon bilan bo'ladi. Iymonsiz hayot emas bu. Va uchinchisi, "Valam yarda ala qadoi falyatlub robban su'a." Agar qazo bu yer yuzida yashar ekanmiz, yer yuzidagi tasavvurga keltiring. Yer yuzida qancha sahrolar bor, qancha yerlar bor. Shu yerdagi bitta turpoqning donasi, bitta sahroi kabirdagi qum Alloh taoloning irodasi joydan ko'chmaydi. Yer yuzida qancha daraxtni bargi bo'lsa, shu daraxtning ichidagi hujayralar ham Xudoning amrisiz joydan qimillamaydi, ko'karmaydi. Yer yuzidagi hamma insoniyat, insi jin yig'ilib kelib Xudosiga bir narsani agar iroda qilgan bo'lsa, hammasi qarshi tursa illo Xudoni aytgan bo'ladi, bandasining ishi. Bandasi hammasi xohladi, insi jini yo olimi o'lib ketgan barcha avliyolar ham kelib shu bo'shindi diyor Xudo bo'lmasin deb illo bo'lmaydi, xotirjam bo'l. Agar Alloh taolo oyog'ingizga tikon kirishini xohlagan bo'lsa, yer yuzida jami inson kirmasin deb harakat qilsa illo kiradi shu. Xudo kirmasin desa, yer yuzida hamma inson yig'ilib kirgizaman desa kirgiza olmaydi. Aniq. Aniq. Valam yarda ala qadoi Xudo. O qazoimga rozi bo'lmasang, ne'matimga shukr qilmasang, balolarimga sabr qilmasang, men seni Xudoing emasman. Falyatlub robban. Boshqa Xudoni top degan. Boshqa Xudoni izla. Seni Xudoing emasman. Alhamdulillah val minna. Ana shundoq go'zal bir holatda, to'g'risi hozir domlaning xonasiga keldim, masjidda turibman. Tahoratxonada ko'p masjidda men endi yurib dars aytaman, boshqa savol javob. Bu gilam, bu sharoitda meni uyimda ham yo'qdi. Shunaqami? Bu gilamlarni qarang. Bu domlaning chiroyligini qarang. İnşallah. Buni qarang buni. Xudoning bergan ne'matdan qarang. Shukr qilmasak endi nima bo'ladi? Albatta shukr. Ne'matni shukri ne'matni ziyoda qiladi. Ne'matni kufroni ne'mati Alloh taolo u ne'matni zavol qiladi. Yana bir bora bu masjid go'zal bo'ldi. Bir inson bor ekan, doim umrida shu Xudoning bitta uyini solsam, bir masjid qilsam, Payg'ambar janob Rasululloh Xudoning va'dasini aytib, muborak hadislari bor. Man bana masjidan banallohu lahu fil jannati qasra. Kimki bir masjid bino qilsa, Alloh taolo unga jannatda bir qasr bino qiladi. U qasr nimadan bo'ladi? Desa, u zabarjatdan bo'ladi, yoqut va la'aldan bo'ladi. Oddiy yerdagi toshi oltindan bo'ladi. Yerda yuradigan toshi bor-ku, oltindan bo'ladi masjidga. Devorlari la'al, yoqut, zabarjat oltindan bir necha barobar qimmat bo'ladi. Bundan keyin bitta sandiq bor ekan, teshib qo'yibdi-da, sandiqqa pulni solaveribdi. Bola chaqasidan ortganini solib bir necha yil, 20 yil, 30 yil o'tganda, sandiqdan qimlasa sandiq og'ir bo'libdi. Shu bitta masjidga yetsa kerak deb yerda shimarib, ular masjidni boshladi. Bu yoqdan odamlar hasharga ketdi. Xullas, masjid bitibdi-yu, masjidning tepasiga chiqib, oxirgi bitta mixni shu masjidga hargi mixni qoqsa, masjid bitar ekanda. Shu mixni qoqib turaman deganda, shu qatora urgan ekan, mix sakrab ketdi. Mix sakrashda joydan chiqib, otilib ketadi. Bunda hargi ho deganda, mix ham pastga shu qo'ldagi bolg'a ham pastga tushib ketib qoldi. Juda charchab tepasida endi hayron bo'lib tursa, shatdan bittasi o'tib qoldi ko'chadan. "O, palonchi" debdi. "Ha" dedi. "Oy, mix tushib ketdi. U bolg'a ham o'sha yerda."
charchadim shuni olib borsang degan ekan. Ha, debdi, haligi mix bilan borgani olib chiqib beribdi endi. Rahmat, baraka top. Alloh ajrini bersin debdi. Shu bilan mixni qoqib borgani etakka qistirib, bundan qarab, Parvardigor shu qasdingni jannating. Endi bandan umidvorda, sen berguvchisan, men so'raguvchiman. Men xato qilguvchiman, sen ato qilguvchisan. Men ojizman, sen g'aniysan. Men seni rahmatingga muhtojman, sen behojatsan Parvardigor. Ana endi bitirib qo'ydim. O'zingniki bu bayting endi Parvardigor endi qasringni va'da qilasan, xilof qilmaysan, shu qasrdan bittasini menga berasan-da deb uyga borib chalsagan qulab qopti. Qulab qolsa jannatda yurganmish. Jannatda uzoqda bir qasr turganmish. Laliyu yoqutu zabarjatdan keyin nega gulla chiqib, farishtalar chiqib, qani marhamat. Haqqa boraman, mana qasr masjidniki. Parvardigor va'dasiga xilof qilmaydi. Bu maksa kishini ro'bot qoldi deb shu bilan lekin qasrga kirsa bir tarafda qullar, bir tarafda g'ilmonlar. Qullarni bilasizlar, jannatda ayollari bo'ladi. G'ilmon degani jannatdagi xizmatkor bolalar bo'ladi. Ular qarimaydi. Abadul abad qiyomatgacha bir xil holatda turadi. Nimani jannatga xohlasangiz shuni hozir kutaman deb turadi. Oddiy misol, bulbulni tilini yemansangiz, shuna bulbulni tili oltinlaganda oldingizda pishgan holatda turadi. Bulbulni tili ham turaveradi. Chunki Xudo shunaqa degan, "Ma tashtahi anfusukum" deganda, nima xohlasang batdan beraman degan. Shu bilan lekin har joyda ham rohatlanib endi yana ko'z uyquga ketib qolsa, haligi holatda jannatga kirib ular bilan bundoq qarasa oynasidan naryoda xuddi shunaqa yana bitta qasr turganmish. Naryoda yana qasrlar turganmish. Parvardigor, bu qasr kim, qaysi masjid solganligi bu? Bu haligi san tomni tepasida turganingda mixing tushib ketganda bolg'ang bilan, olib bergan deganingda olib berganni qasri. Hadisning sharhida keladi. Kimki bitta chumchuni uyasi, qaldirg'och chumchuni uyasi bo'ladi-ku. Ko'rganmisiz? Shuncha masjid qursa ham jannatda qasr bo'ladi deganlar. Chumchuni uyasida qasr masjid bo'lishi mumkinmi? Bo'lmaydi. Chumchuni uyasida masjid bo'ladi? Yo'q-ku. Qanaqasiga endi chumchuni uyasida masjid qilsa jannatda qasr bo'ladi. Chumchuni uyasida narsani olib kelib masjidga qo'shsa ham qasr bo'ladi. Chumchuni uyasida kelgan bitta g'ish bormi? Bitta g'ish ham bitta chumchuni uyasida keladi. Bunga ham jannatda bitta qasr bor. Inshaalloh. Ana shunda Allohning uyi bir saodatli zamon, go'zal suhbat, go'zal ilm mav'izalar. Buni shukri nima desa, ulug'larimiz aytishadiki, ulug'larimiz shukr nima desa, shukr Alloh taolo bergan ne'matni Robbi taolo buyurgan joyga sarf qilib va uning rizosini izlashlik shukrdir. Shukr til bilan bo'ladi, shukr amal bilan bo'ladi, shukr hol, tafakkur va qalb bilan bo'ladi. Ana endi mana shu masjid ekan. Qavmi qarindoshlarni, farzandlarni ko'chada yurganlar, birodar, musulmon odam nechiga kirdi? 18-20 ga 50 ga kirdi. Xudo musulmonga 5 vaqt namozni qarab, masjidni qarab, yur bir masjid, bir tomosha namoz o'qimasang ham yur bir marta olib keling. Ikkinchi marta olib kelgan to'ratxonani ko'rdingmi deyman. Aynan to'rat qiladi. Uchinchisida ayting, bu yerga jannatga kiradi. To'rtinchisida o'zi keladigan bo'lib qoldi. Inshaalloh. O'zi keladigan bo'ldi. Yana bir bora bu masjidni to oxirigacha bino qilib, bu masjidga ko'rganda xursand bo'lganlar, Allohning uyi bayti bino bo'lyapti, inshaalloh o'zim namoz o'qiyman, Xudo xolasa kirib, farzand nabiralar qiyomatgacha Alloh taoloning baytida Parvardigori zikri tasbihi bo'ladi. Parvardigori kalomini qiroati, tilovati bo'ladi. Parvardigori ma'rifati bo'ladi deydiganligi ham Alloh taolo shu ajrlarni berar ekan. Alloh taolo yana bir bora bu masjidni muborak qilsin, qiyomatgacha
Alloh taoloni zikri, Alloh taoloni ma'rifati bu joyda bardavom bo'lishini Alloh nasib qilsin. Agar biror zaruriy savol bo'lsa, 10 daqiqa domladan so'raymiz. Domlaning hamma savolga javob qilganlar yo'q. Mabodo agar yana bir marta shunaqangi bir zaruriy savol bo'lsa, so'rasanglar bilsam javob qilaman. Choriyarlar, katta choriyarlar haqida. Umar roziyallohu anhu ham o'ldirgan ekanlar. Choriyarlar. Hop, ben tushundim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Amma ba'du. Aziz birodarimizdan bir savol bo'ldiki, Shahoriyor bor safolar haqida bir ma'lumot bersangiz deb. Avvalo Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamları, vazifeleri nima deyilse, Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah'ı nima deymiz? Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah Allah Teala'dan beşeriyetke, insan-ı cinge, bu alemin hammasiga nimalar? Elçiler. Resul diyen elçilik. Ve bu alemni, barchasi u alemni hammasini Lavhul Mahfuzga yozib qo'ygan ilohiy kalomli kitobi qaysi? Qur'oni Karim. Ve Cebrail Amin aleyhissalatu vesselam barcha payg'ambarlarga Alloh taoloning vahyisini olib tushgan sohibi vahiy ve Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayotları. Allah Teala alemni yarattı. Bu alemni Allah Teala fakat yaxshiligini ve bu alemde yaşaydigan mahluk mavjudat ve xosatan bandasini rizosidan Allah Teala rozi ve talab. Allah'ın talabi ham, rizosi ham, maqsadi ham, iroda-yu hukmi ham shu. Nima? İlla rizo bandadan. Rizoni asli nima desa? Rizoni asli iymon, uning haqiqati nima? Qullik, bandalik qilishlik. Bandalik nima desa, Xudoning aytganini qilib, qilmadiganini qilmaslik bandalik bu. Taqvo ham shu. Ana endi shu olamda yaratilgan insi jin olamini Alloh taolo yaratib bor edi, bandam seni yaratib nima qil, xohishing degan yo'lda. Alloh dastur berdi bu bandalarga Qur'on va dasturini o'rgatuvchi muallimul xayrni ham Alloh taolo insoniyatda eng afzal Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah Cebrail'u, Mikail'u, Azrail'u, İsrafil'den hem Allah nezdinde makamları ulukturadi. Makamı Mahmud, Sidratul Muntaha'ya çıkarlar. Allah bilen razı etsin. Cebrail'e, Mikail'e, İsrafil'e çıkıp Sidratul Muntaha'da to'xtagan. Eğer bir kadam başka kül bo'lib ketamiz. Bu yoq faqat Alloh taolo yaratgan mavjudotning ichida faqat sizga berilgan maqom. 124 ming payg'ambarning maqomi hammasi Allohning Rasulining maqomlariga yetmaydi. Biz shunday zotga ummatmiz. Ana shu zotga ummat bo'lgan payg'ambar Janob Rasulullohning eng afzal ummatlari payg'ambarlardan keyin yer yuzida bashariyat ichida eng yer yuziga qadam bosgan Bani Bashar avlodidan sahoba payg'ambarimiz Janob Rasulullohning qaynatalari birinchi iymon keltirgan Siddiq Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. İkincileri Hazreti Umar al-Faruk, üçüncüleri Hazreti Osman Zunnurayn, dördüncüleri Hazreti Ali karramallahu vajh. Bu Shahoriyor bosaqo. 10 talarini aşere-i mübeşşere deyiladi. Aşere-i mübeşşere. Barcha sahobalar yer yuzidagi eng past martabadagi sahoba, eng pasi. Yer yuzidagi eng zo'r allomai jahon avliyo va afrod sultondan ham avval turadi. Cenab-ı nima deganlar? Al-ashabi kal-nujum bi ayyihim ihtadaytum. Mening sahobalarim osmondagi yo'lni ko'rsatadigan yulduzlardir. Qaysi birini yo'lini tutsangiz, qaysi biriga ergashsangiz, nima? Faqat ihtadaytum. Bas albatta hidoyat topdingiz degan zotlar. Hozir zamon holat, mana bu telefon boshqalar, ayniqsa yoshlar holatida
bir vaqtda chiqdi shunaqangi endi vahobiy degan so'z, hizb tahrir degan, keyin ahmadiylar, keyin qodiriylar, keyin mana hozir borib yangi holatda qancha firqalar, hatto nomlarini ham odam bilmaydi. Payg'ambarimiz janob Rasululloh 1450 yil bir gap aytganlar. Satastafriqu ummati ala 73 firqa kulluhum fin-nar illa wahida man hum ya Rasululloh hum ahli sunnati wal jamoa. Mana shu domladan iltimos bo'ladi, ularni yozib hammaga yodlatsizlar. Nima deganlar? Satastafriqu ummati. Hadisning boshida Yahudiylar, Nasroniylar 71-72 firqaga bo'lindi. Mani ummatim 73 firqaga bo'linadi. Hammasi do'zaxga degan. 73 firqaning hammasi do'zaxga. Illa vohida, magar bittasi najot topadi deganlar. Bitta xolos. Manhum ya Rasululloh, ular kim? Hum ahli sunnati val jamoa. Yoki bo'lmasa ana va sahobi degan. Men va sahobalarim yo'lini tutgan. Yoki bo'lmasa ahli sunna val jamoa. Ahli sunna val jamoa kimsa mana biz o'tirgan. Yer yuzidagi mo'min musulmon deb nomlanganlarning 90% dan ko'pi ahli sunna val jamoa. Bundan taxminan 6-7% aniq bilmayman. Shialar bo'lsa 1% ga yetmaydigan firqalar. 72 firqa 1% ga ham yetmaydi. Lekin eskilarning gapi bor-ku. Bitta traqi bo'zoq hamma podar bo'ladi. Xo'p, mazhab deyapmiz. Domlalar, ahli jamoat, mo'min musulmon birodarlar, azizlar, otaxonlar farzandiga aytdilar, aka-uka, yori-do'st, ukalarim, mazhab tutinglar deyapmiz. Mazhab nima? Mazhab nima? Ba'zilar aytayapti, Imom Maturidiy misol, Imom Azamni yo'lini tutdingmi? Yo'q. Bu gap yo'q. Imom Maturidiyning gapi emas u aqida. U Imom Azamning yo'li emas u yo'l. U qanaqa yo'l? U Xudo aytgan, payg'ambarimizning ummatga ko'rsatgan. Payg'ambarimiz janob Rasulullohdan sahobalar ko'rgan, sahobalardan tobiinlar ko'rgan, tobiindan keyin tobiinlar. Hazrat Imom Azam bu zot sahobalarni ko'rgan tobiin-ku. Allohning Rasuli nima deganlar? Eng yaxshi zamon nima deganlar? Mani zamonda. Summa yalunahum summa yalun. Keyin uchta asr aytgan. Hozir endi payg'ambar janob Rasulullohdan qancha zamon o'tdi? 15-zamon, 14-asr, 15-asr o'tdi. Hozir chiqib u Hazrat Imom Azam aytgan aqida, u Imom Maturidiy, Nasafiylar, u Tahoviylar aytgan aqidalar asli Xudo payg'ambarimizga Jabroil amin orqali yetkazib, payg'ambarimiz sahobalarga yetkazib, sahobalar kimga yetkazgan? Tobiin, salaflarga yetkazib, salafi solihin, salaflar degani chiqdi. Salaflar emas, salafi solihinlar. Agar shu salafi solihinlar yo'lini tutsa, biz boshimiz bilan ta'zim qilamiz. Lekin ularning yo'li teskarisini tutyapti-da. Mazhab degan yo'l degani. Biz aytamiz mazhab tutmaydi, bemazhab deyapti. Bemazhab degan nima degani? Yo'li yo'q degani. Men hozir Toshkentga qaytadigan bo'lsam, yo'ldan chiqdim, boramanmi? Yo'ldan boraman dedi. Yo'lsiz qayerga boraman? Bunaqami domla? Oddiy o'zbekona tushuntiribmiz. Mazhab degani yo'l degani. Yo'ldan yuramizda. Endi hozir chiqib maşallah. Hamma joyda fatvo berishyapti. Falon narsa, falon deyapti. Bunday gapiga quloq solsangiz, allomai zamon, mujtahidi mutlaqan bunaqa gapira olmaydi. Lekin o'zidan so'rasangiz, 5-6tasi keldi oldimga. Xullas, Alloh taoloning arshi haqida va Alloh taoloning sunnastava ala arsh haqida demak mendan savol qilishdi. Aytdim, Xudo bunday degan, falon kitobda falon degan.
Falan. Allah Teala osmon yo'q, Allah Teala bunda makoni yo'q, zamoni yo'q. Allah Teala zotiga fikr qilinmaydi. Allah Teala sifati bilan taniymiz. Bizdan domla siz zalolatga ketibsiz, bemazhab ekansiz. Shu Imom Maturidiy bilan Imom A'zamning yo'lida ergashib, adashib yurgan ekansiz. Siz bizning yo'limizga o'tsangiz hidoyat topgan bo'lasiz. Aytdim, bo'pti. Qani daliliy hujjat. Men xonamda kitoblar turadi. Keyin o'sha aqida nasafini olib ochib mana ko'ringlarchi qatnashdi. 5-6 tash bor. Kitob qo'ydim. Bu bir yil bo'lib qoldi bu gapga. Ola lekin qarab kitobga turibdi, qarab turibdi. Mana bundoq qarasam, kitobni teskari qo'yibdi. Kitobni o'ngi bilan teskarisini ajratmaydi. Tasavvur keltiryapsizmi? Kim? Mujtahidi mutlaq. Shu zamonni allomasi. Mayli, Alloh taolo uni biladi, o'zi ko'rib turibdi. Lekin siz bilan biz hammamiz kimmiz? Biz muqallidmiz. Taqlid qilamiz. Kimga? Imom A'zam. Mazhabda, aqidada Imom Maturidiy yer yuzidagi o'tgan jami olimlar, yuzlab tafsir, yuzlab 150, 1,5 minglab kitob yozganlar ham hammasi ahli mazhab bo'lganda, bemazhab bo'lmagan. Hozir chiqdi bu gap. Imom Tahonaviy. Imom Tahonaviy degan zotni o'tishgan Hindistonda. Imom G'azoliy rahmatullohi alayhi. Bu zotni Imom Rabboniy rahmatullohi alayhi Sakandariy. Bu zotni Imom Rabboniy Mujaddid al-Soni deyiladi. Billah. Imom Ihyo Ulumuddin sohiblari G'azoliy Shofiyda bo'lganlar. Imom Rabboniy Imom A'zamda bo'lgan. Duo olib olimlarning hammasini chiqilsa, birorta bemazhab bo'ldi. Keyin zamoni kelib, endi hammalarga ma'lum, Alloh ularni rahmatiga olsin. Biz ularning maqomiga yetish hattoki changlarga ham arzimaymiz. Bir kun o'tirganimizda Hazratdan so'rashganda, "Tafsir sizdan qancha kitoblar yozdingiz? Dunyo maqomida butun olamni islomda, arab olamida ham sizni eng zo'r olimlardan hisoblashadi. Siz ham mujtahidmisiz?" deb so'rashgan. Bunda bir gap aytgan, shu qulog'im bilan eshitdim. O'tib ketgan Imom A'zam Shofiy, Moliy Hanballarni agar bosib ketgan izini gardiga arzisam, arzimayman degan. Hozirga chiqilmadi. Hazratga tosh otganlar qancha. Va suhbati yakuni Hazrat Abu Bakr Siddiq birinchi xalifa Roshidadan, ummatning eng afzali, ashara-i mubashsharaning birinchilari, Janob Rasululloh qaynatalari, Janob Rasululloh Hazrat Oysha onamizga uylanganlar. Hazrat Oysha onamiz Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning qizlari. Payg'ambar Janob Rasulullohga qaynatalar u zot. Keyingilar Hazrat Umar al-Odur. Bu zot ham payg'ambarimiz Janob Rasulullohga qaynata bo'ladi. Qizlari Hafsani bergan. Hazrat Usmon Zunnurayn, Janobimiz ikkita qizlarni olganlar, shuning uchun Zunnurayn deyiladi. Payg'ambar Janob Rasulullohning kuyovlari Hazrat Ali karramallohu jiyanlari va Janob Rasulullohning kuyovlari. 3 talari shahid bo'lgan. Hazrat Umar Odil ham, Hazrat Usmon Zunnurayn ham va oxirgi xulafa roshidlardan Hazrat Ali karramallohu vajhi ham shahid bo'lgan. Keyingilar yana orqalari bor, ularni hammalarni qo'shib ashara-i mubashshara deyiladi. 10 ta bashorat, jannat bilan bashorat berilganlar. Xo'p, oxirgi savol bo'ladi. Qur'on xususida aytmoqchimanki,
Mo'min musulmon Qur'onga muhabbat degani nimani tushunishi kerak? Shuni o'zingiz siz Eshitmadi. mo'min musulmon Qur'onga muhabbat degani nimani tushunishi kerak? Hazrati Ali karramallohu vajhu Amir al-Mo'minin xalifalik vaqtlari sahobalardan birlari Hazrati Ali karramallohu vajhuni huzurlariga keldi. Hovliqib. Unda Avval ibn Haris deydi radhiyallohu anhu zotni ey Amir al-Mo'minin masjidni oldidan o'tayotsam masjidda shovqin suron hamma dunyoni gapi bilan ovora zikr tasbih tilovat Qur'on yo'q hamma savdo sotiq tijorat holi ahvol faloni Hazrati Ali qarab qo'rqib ketgan ekan nahotki shundoq bu oxir zamon fitnasi degan fitnai oxir zamon degan unda najot bormi unda najot bormi ha degan bi kitabillah degan odamlarning savollarining javobi shu bi kitabillah bu dunyoyu oxiratni bu dunyoni zamoni fitnasidan najot bu ummatga najot beradigan bitta narsa bor bi kitabillah Allohning kitobi bilan najot topamiz butun ummat yer yuzidagi bashariyat hammasi inson uchun bu olam ham illa bitta najot bor bu Allohning kalomi hop Allohning kalomiga muhabbat Alloh taoloning kalomi o'zi nima unda nimalar bor o'zi 114 ta sura bor 6666 oyat bor Madina va Makkada nozil bo'lgan Madinada nozil bo'lganlarni madaniy oyat deyiladi Makkada nozil bo'lganlarni makkiy oyat deyiladi unda nimalar bor birinchisi Hazrati Ali aytganlar bu janobimiz Rasulullohdan eshitganlar shuning uchun aytgan xabaru man qablakum va xabaru ma ba'd sizlardan avvalgilarning xabari bor Odam alayhisolatu vassalom mana aytdik xabari qayerdan Qur'on Iso Musoning xabari qayerda Qur'onda qavmi Od Samudning xabari qayerda Qur'onda Ibrohim alayhisolatu vassalom qayerdan tanimiz payg'ambarliklarni Qur'ondan undan avval o'tgan Yaqub alayhisolatu Yusuf alayhisolatu vassalomning qissalari Alloh taolo bu olamni qanday yaratgan qayerdan bilamiz 7 qat osmonligi qayerdan bilamiz Qur'ondan bilamiz hozirgi hol hayot va hukmu ma baynakum hozirgi dunyodagi adolatning asosi Qur'onda turadi dunyo insoniyat hukumatlar qonunlar konstitutsiyalar jinoyat kodeksi falon kodekslar dunyo o'zgargan sari o'zgarib boraveradi illa Alloh taoloning Qur'oni hukmi qiyomatgacha o'zgarmaydi va u o'zgarmasligining asosida adolat turadi Janobi Rasululloh mana hakama bidi adal degan kim Qur'on bilan hukm qilsa illo qiyomatgacha qaysi hukm bo'lsa illo u adolat bo'ladi man nataqa bihi sodaq kim Qur'on bilan gapirsa qiyomatgacha sodiq bo'ladi illo bitta gapi nuqtasi qalbida xato bo'lmaydi chunki Alloh sodiqu va'dil bo'lgan payg'ambarga sodiqu sodiq so'zlaguvchi Alloh taolo sodiq kalomi bo'lgan Qur'oni bilan Alloh gapirib hukm qilgan. Aman amila bihi ujur turimiz hozir hayotimizda Qur'on bilan unga muvofiq dini iymon islom shariat degani mazhab degani aqida deganlarga amal qilib hayot kechirsak illa nima bo'ladi desa ujur mukofot olamiz. Mukofot nima? Bir parcha temir va bitta mashina uymi yo'q. O olamlarning Robbisining huzuridagi Robbi rizo va jannatidir. Abadiy. Hattoki jinlar payg'ambarimiz janob Rasululloh sura Rahmonni o'qib turganlarida podshoh bilan kelib qolganda. Kebab eshitgan ekan. Bunda nima degan? Inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rushd fa amanna bihi.
Inna samina degan bizga o'xshab falon ekanmi, piston ekanmi? Mazhabinga faloni pistovani demagan ekanda, kelgan ekanda nima degan? Inna basbatahqi albatta biz samina eshitdik, Qur'onni eshitdik. Ajaban ajoyib. Buni ajoyibligi dunyoyu oxiratda tugamaydi, jannatda ham tugamaydi. Qur'on shunaqa ajoyib narsa. Tasavvur sig'dirmaydi u. Nimaga ajoyib? Nimaga tugamaydi mo'jizaligi? Chunki Allohnikida bu so'z. Ajaban yahdi ila rushd. U faqat yaxshilikka, to'g'rilikka bizni chaqirib boshlaydi. Fa amanna. Bas, tamom degan. Amanna. Iymon keltirdi. Boshqa gap yo'q dedi. Biz o'sha tortishmagan ekan. Allah Qur'on azim sha'nida nasta'udu billah. وإذا ذكر الله وجلت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون deganlar. Qachon ularga وإذا تليت عليهم آياته ularga Alloh taoloning kalomi tilovat qilinsa zadathum iymon. Bir odam bir so'm puli bor edi. Bir so'mlik puli yo'q. Bari 1000 so'm puli bor edi. 1000 so'm puli bor. 1000 so'mga bitta non bermaydi. 1000 so'm puli bor. Nima juda bechorada ahvoli chatoq. Endi boring ozroq aytaylik, 100 million dollar tapatib kelib qoldi. 1000 so'm puli bordi, bitta non topmay turuvdi. 1 million dollar osmondan yog'ildi. Boring 10 sandiq yo 100 sandiq osmondan oltin yog'ildi. Aqldan ozib qoladi, shunday bo'lib qolishi mumkin. Domlaning savollari. Va iza tuliyat alayhim ayatu zadatu iymon. Iymoni ziyoda bo'ladi. Endi o'sha 1000 so'm pul bilan osmondan yog'ilgan 100 sandiq oltinni yo bo'lmasam 100 million dollarni hisobga keltiring. Uni odam yo'q deydi. Agar bir bandaga Alloh taolo Qur'onni muhabbati, iymon muhabbatini bersa, Alloh taoloning kalomini o'qiganda maza qilsa, rohatlansa, iymon kelib tasdiq qilib unga amal qiladigan bo'lsa, tasavvurga keltiring. O'sha million 100 million dedikmi? 100 million dollardan unga agar mu'min bo'lsa, agar aqli yetsa undan ko'proqdir. Bunga shubha yo'q. Zadatul iymon. Iymoni ziyoda bo'lyapti. Iymon ziyoda bo'lishlikdan mu'minga bu dunyoda yetadigan xazina boylik bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin ham. Keyin nima bo'ladi? Va ala robbihim yatawakkal. Va ala robbihim. Parvardigorga u o'zini tashab qo'yadi. Parvardigor. Tashash qanaqa bo'ladi? Alloh taolo olamlarning ilohidir. Yakka yagonadir. Bunga o'xshagan olam 7 xil osmoni yeridan Xudo kun fayakun bas yaratsa milliardini yaratadi Xudo. Bizga o'xshagan olamlardan, insonlardan trillionini yarataman desa, kun desa tamom bo'ladi. Yer yuzidagi hamma insonni Alloh taolo kofir, mushrik, murtad hamma gunohkorlarni Alloh taolo tavfiq berib, musulmon qilib ibodat qilib, bitta gunoh qilmaydigan qilib qo'ysa, Allohga lahzani ham lahzasi kerak emas. Yer yuzidagi hamma insoniyat mavjudot iymon keltirib Xudo deydigan bo'lsa, Allohning xazinasida shuncha ko'paymaydi. Yer yuzidagi hamma insoniyat, insi, jin avvali oxiri o'lgani ham, bundan keyin qiyomatgacha keladigan ham kofir bo'lsa, Allohning xazinasidan shuncha kamayadi. Bu iymon kimga foyda? Bu toat, ibodat kimga foyda? Kimga foyda? Bu gunoh, bu jurm, isyonlar kimga zarar? Xudoga zarari bormi? Yo'q. Kimga zarar? Bizga zarar. Aqlli inson. Mana suv turibdi, mana suv dedi. Mana zahar dedi. Chanqagan bo'lsa, ikkalasidan xohlaganing ishlaydi. Gunoh qilgan odam zahar ichgan bo'ladi. Suv ichgan odam chanqog'i qonib nima qiladi? Rohat topadi. Gunoh qilgan odam zahar. Ulug'larimiz aytadi, al-isyanu masmum deyishadi.
Gunoh u zahar. Va xulosada Alloh taoloning kalomiga chin mahbublar, chin Alloh taoloning muhabbatidir. Alloh taoloning qalbiga kecha suhbatda domlamiz va hamma masjidlarda nima degan suhbat bo'ldi? Qalb degan suhbat. Qalb. Inson bir mamlakat, O'zbekiston bo'lsa, bitta inson bitta O'zbekistonni tasavvur qiling. O'zbekistonni qursa bo'ladi. Bayram bo'lib ketsa, qaytadan yana qursa bo'ladi. 66-yil zilzila bo'lganda Toshkentda bayram bo'lib ketgan. Mana hozir qandoq. Lekin bu mamlakat inson O'zbekistondan ham kattaroq tasavvurga keltiradi. Uni boshqarib turadigan podshohi bo'ladi. Hozir prezident deyilgan, avval bosh kotib deyilgan, undan avval sulton bo'lgan, undan amir bo'lgan falon istov. Agar podshoh odil bo'lsa, bu mamlakat obod. Agar podshoh zolim bo'lsa, bu mamlakat xarob bo'ladi. Shunaqami? Endi bu mamlakatning jasadning sultoni insonning qalbi bo'ladi, yurak, mana shu yurak bu mamlakatning sultoni. Agar bunda iymon bo'lsa, agar bunda Alloh taoloning dini islomiga taslim bo'lsa, agar bunda Alloh taoloning muhabbati va Robbi taoloning rizosi bo'lsa va bu rizoyira bu iymon bu qalbi sultonga illa bitta narsaga hukm qiladi. Hukmi adolat va rahmat bo'ladi. Hukm qalbdan adolat va rahmat bo'ladi. Qalb buyurmasa insonning vujudidagi tuklar ham qimirlamaydi. Jami harakat insonda qalbdan bo'ladi. G'azab ham, shahvat ham, xursandlik ham, muhabbat ham, kufr ham, iymon ham qalbdan bo'ladi. Til gapirsa ham dil tasdiq qilmasa qabul bo'lmaydi. Chunki iymonning shartida nima? Al-iymanu iqrarun bil-lisan va tasdiqun bil-qalbi ma ja'a bihi min indillahi ila Muhammadur rasul. Iymon tilda iqror, dilda tasdiq va amal qilish. Iymon tilda tasdiq qilib, tilda iqror qilib, dilda tasdiqsa iymon vujudga keladi. Iymon bir xil turadi, u ko'paymaydi, kamaymaydi. Illo amallar bilan, amal bil javorih bilan iymon quvvat topadi. Amal qilmasa zaif bo'lib o'lishi ham mumkin. Qancha amal bo'lsa, toat bo'lsa, ibodat, zikr bo'lsa, halollik, poklik bo'lsa, iymon quvvatlanib, nusrat topib boradi. Iymonning nusrati nima bilan bo'ladi? Desa, iymonning nusrati Alloh taologa muhabbat bilan. Alloh taologa muhabbatni banda qatdan o'rganadi? Asosan Allohning Qur'onidan o'rganadi. Alloh taolo nima degan? Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh. Qul in kuntum tuhibbunalloh. O'tirgan hamma Allohni men yaxshi ko'raman. Allohni yaxshi ko'rishning sharti nima? Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Shu gapni esdan chiqarmang. Alloh aytayapti, payg'ambar alayhisolatu vassalom ummatlaringizga ayting, agar Xudoni yaxshi ko'raman desalar, ular da'volari haq bo'lsa fattabi'uni. Ayting, sizga ergashsin. Fattabas ayting. Menga ergashinglar. Alloh taoloning muhabbati, Xudoning Qur'onining muhabbati, dunyo hayotining saodati va oxirat abadiy saodat jannati va Alloh taoloning rizosi va uning jamoli illo bitta narsa bilan bo'ladi. Fattabi'uni bilan. Allohning rasuliga ergashishdi. Bunda nima bo'ladi desa, yuhibbukumulloh. Alloh va'da qilgan. Sizga ergashganlarni degan Xudo men yaxshi ko'raman deb. Alloh va'dasi. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in tayyibin at-tahirin. بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي suhbatlarimizda foydali so'zlagan so'zlarimizda xatosi bo'lsa, bandagi og'zimiz g'alatlari bo'lsa, g'aflatlari, nuqsonlari bo'lsa, ya Rob o'zing afv qilgin. Parvardigorim, seni rizoingni izlab bu suhbatni qildik. O'zing rozi bo'lgin, xatolarni afv qilgin. Parvardigorim, avvalo so'zlaguvchiga amal qilishlikni va eshituvchilarga tazkira bo'lib
Parvardigorim manfaat yetkazishni o'zing nasib et. Parvardigorim o'zingning baytingda, rizoyingda jam bo'ldik. Bu jamoatni qatoridan kam qilmasdan huzur qiyomat jannatingga ham birga bo'lishlik, diydor bo'lishlik nasib et. Abdulbosit birodarimiz muhtaram Imom Xatib ustozni bu joydagi istiqomatlarini bardavom qilgan. Aytadigan so'zlari, nasihatlarini elga Parvardigorim davo, shifo va ularga manfaatli qilgan. Aytiladigan barcha so'z va nasihatli ilm darslari sani rizoyingda xolis bo'lishligini nasib et. Domlamizni tan joylarini sog' qilgan, umrlarini uzoq qilgan, ilmlarini ziyoda aylab, xazinangdan milladunqa rahmah, rahmati ilohiy laduniy ilmlar ato qil. Parvardigor oilalarga tinchlik, sog'lik, salomatlik, amniyat bergan. Ko'p yillar bu xalqu bu aziz jamoatga xizmat qilib borishlarini o'zing bardavom nasib et. Bu jamoatni Parvardigor ko'ngillarga muhabbatingni jo qilgan. Parvardigorim ko'ngillarni o'zingning baytingga, o'zingni Parvardigorim qulligingga, toat va ibodatingga Parvardigorim moyil qilgan. Parvardigorim ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, o'zingning muhabbatingni bularga nasibasini ato et. Ya Rabbi, bu joyni xalqini bir-birlarga muxlis, bir-birlarga ittifoq muhabbatli qilgan. Parvardigorim ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Zal Jalol va Ikrom. Biz so'raguvchimiz sen ato qilguvchisan, biz xato qilguvchimiz sen afv qilib kechirguvchisan, biz muhtojimiz sen g'aniysan Parvardigor. O'sha bitmas tuganmas xazinai g'aybi ilohiydan so'radik, iymonimizni yoriy qilgin. Islomingda sobit qilgin, rizoyingda qoim va doim qilgin. Kulligingda Parvardigorim nuqsonsiz, kamchiliksiz Parvardigorim o'zing ya Rabbi, o'zing rozi bo'ladigan holatdagi saodatli iymoniy hayotni nasib farzand zurriyot ahli ayol hammalariga hayo, hijob, tavfiq bergin. O'zingga bandalik qullik qilishlikni ne'matini ato qilgin. Parvardigorim bu muborak yurtda tinchligin, osmoni musaffo, istiqlolni barqaror qilgin. El uchun, yurt uchun, millat, dini, diyonat uchun xizmat qilib turgan barcha ushbu jamoat azizni arkoni davlat, xosatan yurtboshimizni xayr saodat ishlarida, dini diyonat ishlarida, el yurtni foydasida bo'lib turgan ishlarda o'zing quvvat, o'zing ustat berib, yana o'z panohingda saqla. Parvardigorim o'tganlarimiz, ota-ona, shahar va avlodi, ajdod, yetti pushtimizni o'z rahmatingga olgin. Parvardigorim zikr qildik sahoba-i ikrom, shahoriyor va bosafo, ashara-i mubashsharalarni, mujtahidlarimizni, Parvardigorim ularning barchalarini o'zing rahmatingga olgin. Parvardigorim ulardan biz rozimiz, o'tganlarimizni bizdan rozi aylab, o'zing rozi bo'lgan rodiyatan mardiyalar maqomini nasib aylagin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك Rahmat Allah'ın sizni tiningizda ko'p ko'ramiz lekin ko'p suhbatingizni mahallamizga kelganda ham amr ma'rufingizni eshitgan. Mani ko'radiganlar uskolimchi berib ko'rishadi, bu yerda odat yo'q ekan. Sal kechikdikda o'zir. Hazır bu. Hazır. Rahmat. Salomat. Yanagi safar Xudo xohlasa kutamiz. Abdurahmat tushunaman. Rahmat. Borlaringizga shu. Alloh sizga ham rahmat bersin. Allah berlaringizni Pastor, sizdan tarafınız sen nevaralarım, kızlarım sorup kalırdı. Qimmat düşüp ketadi. Ularni oson qilgan, hojatnamolar qilgan, solihalardan qilgan, muomalalardan qilgan, ibodat
toatingni, lazzatini, ne'matini ato qilgin. Hammalarni hayoli qilgin, hijobli qilgin. Eri rozi qiladigan, Xudoga bandalik qiladigan mo'minlardan qilgin. Mashni obod eylegan, qavmini o'zingga xolis muxlislardan aylan. Mashni to'lib ko'chalarga chiqib namoz o'qiydigan go'yo joyini hal qilib bu mashni Parvardigor o'zing xayr muborak qilsin. Alloh umringizga baraka bersin. Alloh razı olsun.